Zargarlik sohasida ishlaganlar bo'lmagan. Bizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan odamlar kamroq bo'lgan nisbatan. Yosh bolaman, institut o'qiyman. Olsang olmasang yo'q deganlar-da. Sen bizani aldabsan. Sen bizga kumush sotmabsan, bu kumush emas ekan deyapti. Shuncha shakl olib kelasizda, shakl qilasiz. Endi anu toshni qo'yib, endi bosaman desangiz, sinib ketib qoladi. O'sha payt shunaqa alam qoladi. Hozirgi kunda asimetriya modellarimiz juda ham mashhur bo'lyapti. Misol uchun mana bu bo'ladi. Bir tarafi boshqa ko'rinishda, ikkinchi tarafi boshqa ko'rinishda. Ya'ni buni davomi? Ha, dog'siz mozaika bo'ladi, yig'iladi. Tosh formasi hali ham katta razmeri. Formasini уже keltirib oldik, uchburchak qilib oldik. Endi mana shu ko'zxonaga moslab kichkinalashtirib boramiz. Bugun biz umumiy mana shu Ramziddin aka bilan birga siz bilan Ramz Javelni qanaqa asos solingani, nimalar bo'lgani, uni qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz bu biznesni boshlashdan oldin. Mana shu savollarga to'xtalamiz. Umuman tarixi qanaqa boshlangan, hozirgi kunda qanaqa rivojlanib kelyapti. Demak, birinchi savolimiz o'zingiz haqingizda bo'ladi. Qayerlarda o'qigansiz, biznesga qanaqa qilib kirib kelgansiz? Shunga ozgina to'xtalib o'tasizmi? Maktabdan kelgan kollejda o'qiganman. Milliy hunarmandchilik, kasb-hunar kolleji. U yerda zargarlik yo'nalishida o'qib 3 yil o'sha yerda o'rganganmiz. Praktika ham bo'lardi. Praktikada qilib, o'rganib o'sha yerda o'rganganmiz. Birinchi endi pilla poyali deyiladi. O'sha jarayon o'sha yerda bo'lgan kollejda. Kollejdan keyin 1 yildan kollej bitirib 1 yildan keyin institutga kirganman. Zargarlik yo'nalishida institut bizda yo'q edi. U payt hozir bor, oldin yo'q edi. Eng yaqin yo'nalish Kamoliddin Beg'izodov rassomchilik dizayn institutini amaliy san'at asarlarini restavratsiya qilish bo'limi bo'lgan. O'sha yerga topshirganman. 2015-yildan tadbirkorlikni boshlaganingiz haqida ma'lumotlarni aytgandingiz. Keyin 2000-yillardan kirib kelgansiz bu biznesga. Shunga biroz to'xtalib o'ta olasizmi? O'qish jarayonida ham, misol uchun kollejda o'qib o'rgangan bo'lsak, institutga kirganimda ham, уже kirmasimdan oldin ham уже men ish boshlagan edim. Shu ish qilardim, zakazlar olinardi, sekin-sekin kichkina tanish bilishlardan institutda o'qiganimda ham parallelni olib ketardim. Parallelni olib ketilardi, xarajatlari misol uchun zakazlarning orqasidan qoplanardi. Tadbirkorligingizni boshlashingizda qaysi ustozlaringiz siz bilan yonma-yon turgan deb ayta olasiz? Adamlar, Baxtiyor aka, Umar aka. Demak, otangiz ham zargar bo'lgan shu. Yo'q, adamlar bizani qarindoshda hech kim zargarlik sohasida umuman aloqasi yo'q. Birinchisi men. O'shaning uchun ham sal nisbatan qiyinchiliklar bo'lgan. Ochayotganimizda, do'kon ochilayotganda shu adamlarga maslahat solganimda, ko'zing yetyaptimi? Qilgin. Ya'ni katta podishka shu bo'lgan. Ko'zing yetyaptimi? Qilgin. Endi do'koningizni birinchi ochilish jarayoniga to'xtalsak, qanaqa bo'lgan? Birinchi ochilishi institutda o'qiyotgan paytimizda, ikkinchi kursligimda do'kondan ham oldin anaqada ochganmiz. Ochgan ham deb bo'lmaydi, u yerda art center bo'lgan. Hunarmandlarni yig'ishgan, hozirgi International gostinitsaning yonida 2 etajli bino bor. O'sha yerda art center bo'lgan oldin. Art center plaza. O'sha yerga borganman, Shoqolli akaning oldilariga ishlarimni ko'rsatganman, ma'qul kelgan. Keyin o'sha yerdan joy berganlar. U yerda biz qanaqa bo'lardi? Institutga borardik, o'qirdim. Institutdan keyin, o'qishdan keyin u yoqqa borib, u yerda ishlab o'tirilardi. U yerda misol uchun arenda to'lamas edik yoki boshqa anaqalar xarajatlar yo'q edi. Faqat u yerda o'tirib ishlasak bo'ldi edi. Mehmonlar kelganda ko'rsatardik o'zimizning ishlarimizni. Keyin u yerda bir 3 yil taxminan institutni bitirgunimcha taxminan o'sha yerda ishladim. U yerda ishlaganimdan keyin parallelni уже do'kon ochishni, kengaytirishni rejalashtirdim. Chunki u yoqda faqat uski anaqa edi. Ko'pchilik bilmas edi u yoqni. Faqat o'zimizning klientlar kelardi. Чтобы проходимость bor joy, ko'proq odamlarga qulay bo'lish uchun do'kon ochishga harakat qilib joy qidirishni boshlaganman. Joy haqida gaplashsak demak, joy tanlashda nimaga e'tibor berish kerak va nima sababdan aynan bu yerni tanlagansiz? Joy tanlashda shu lokatsiyaga
atrofdagi kontingent klientlarga qulaylik jihatidan hamma shahar hamma qismidan bemalol kelib olib keta oladigan lokatsiya bo'lishi kerak edi. Bizda ikkita variant bo'lgan. Birinchisi Maxim Gorkiy, keyingisi bu shu institutda o'qib yurgan paytimda ikkita variant mo'ljallagan edim. Maxim Gorkiydan emas, bu yerdan ochish nasib qilgan ekan. Xudoga shukr, o'ylaganimdan ham yaxshi bo'ldi. Oldin bu yerlarda odam juda ham kam edi. Hozir ancha ko'payib qolgan odam. Bu plus taraflari shahar markazi, keyin atrofda ko'rsanglar mehmonxonalar juda ham ko'p. Bizani mahsulotlarimiz bo'lib milliy bo'lgani uchun, o'zimizning traditsion narsalar bo'lgani uchun baribir turistlar oladi bizning mahsulotni. Qiziq ularga. Da, bizning mahsulotlarimiz turistlar uchun juda ham qiziq. Shuning uchun atrofda gostinitsalar bo'lgani yaxshi. Buyuk Ipak yo'liga to'xtalsak, nima sababdan o'sha Maxim Gorkiy tarafda ochilmagan? O'tni o'zi o'tni ochish xohlaganim, o'tga men ish topshirib yurardim institutda o'qib yurgan paytimda. O'tda Baxtiyor aka degan aka ishlardilar. Ularga mendan narsa sotib olardilar, mahsulot zakaz berardilar, sotib olardilar, yasab berardik, sotib olardilar. O'shaning uchun o'sha joy yoqardi menga. Odam ko'p edi, patok ko'p edi. Metroni oldi. Kumush ko'proq ruslar o'sha payt ruslar olardi. Endi bu kamida 15 yil oldingi gap taxminan. Hozir o'zimizda ham kumush ko'pchilik taqishyapti. O'sha payt juda ham kam edi. O'shaning uchun joyni mo'ljallagan edim. Bu yerdan joy chiqib qolgan. Bu yerda случайно aylanib yurgan paytimda joy qidirayotganimda ko'rsatishgan, do'kon bo'sh edi deb. Keyin shu do'konni surishtirib, Maqsum opa degan rahmatli yoshlari katta ayol o'zlari telefon qilganlar. Mana shunaqa joy qidirib yurgan ekansan. Gaplashamiz deganlar. Kelganman. Yosh bolaman, institut o'qiyman. Olsang olmasang yo'q deganlar-da. U payt men uchun katta pul edi u, arenda puli. Hech qanaqa tovarim yo'q, mahsulotim yo'q. Shuncha qismida savol qancha edi o'sha payt hisobida? O'sha payt 450 yo 500 dollar edi. U payt ancha vesi bor edi bu pulni. Chunki qo'limda mahsulot yo'q, o'zimda ozgina mahsulot bor. Do'kon ochganim bilan to'ldira olmayman. Keyin tavakkal, Allohga tavakkal ochganmiz. Xudoga shukr, o'zimiz zargar bo'lganimiz uchun, ukam bo'lgani uchun o'zimiz yasab ko'paytirib, keyin o'sha akalar, Baxtiyor aka, Umar akalar ochur, ko'paytira olasan. Katta bo'lsa ham ochur. Hali joy topa olmaysan mahsuloting qo'yishga degan edilar. Shu aytganlarda, Xudoga shukr shunaqa bo'ldi. Uje hozir mahsulotimizni qo'yishga joy topa olmayapmiz. Qarang-da, mana bu yerda birinchi joyni ochganingizda oqimni, odamlarni o'zingizga o'rgatib olish uchun qanaqa yo'l tutgansiz? Mana boshda bu yerda kam bo'lgan tushunishim bo'yicha. Ha, odamlar kam bo'lgan. Chunki u payt parker hali remont qilinmagan edi, eski holatida edi. Ko'pchilik tanimaydi. Endi boshlayotgan paytlarimiz, institut bitirib, shu do'kon ochilgan paytlar festivallarda qatnashib boshlaganman. Shu o'zimizdagi Toshkentdagi, keyin o'sha payt Aslar Sadosi, Bazarar festivali bo'lardi. O'shalarda qatnashib, klient yig'ib, sekin-sekin Instagramlarga, Facebooklarga mahsulotlarimizni qo'yib, sekin-sekin yig'ilgan klient. Birdaniga hamma yugurib kelmagan. Unaqa bo'lmaydi. Sizni hech kim tanimasa, mahsulotingizni ko'rmagan bo'lsa, olishi juda ham qiyin. Hozirgi kunda ijara uchun qancha to'lov qilinadi bu yerga? Hozirgi kunda o'zimizniki joy, o'zimiz olganmiz. O'shaning uchun ijara to'lov qilinmaydi. Baribir ijarani ham hisoblanadi, sababi joy o'zingniki degani bu ijarani hisoblash kerak degani emas. Baribir o'sha ijarani miqdori hisoblanadi. Agar o'sha summani siz chiqarmayotgan bo'lsangiz, siz undan ko'ra joyingizni yopib, ijaraga berganingiz sizga выгоднeyroq. Boya kadr orasida ham so'radim bu narsani. Navro'z bog'i bilan bog'liq masala. Ya'ni u yerda ham joy ochmoqchi bo'lgansizlar. Tarmoqlarda ko'zim tushdi ma'lumot yig'ish jarayonida. Bunga nima sabab? Shunga ozgina to'xtalib o'ta olasizmi? O'tda ochganmiz, o'tdan bitta hovlidan joy ochilgan.
yasatganmiz. Ozgina payt faoliyat yuritilgan. Qisman testoviy rejimda ishlagan. Odam nisbatan biza ochilgan joyda, hovlida odam nisbatan kamroq bo'lgani uchun o'zini o'zi oqlamagan. Demak, bu yerda joy masalasi ham juda ham katta ahamiyatni. Joy katta. Misol uchun markaz degani bu bemalol odam ish keladi degani emas. Baribir qaysidir ma'noda odam yuradigan joy bo'lishi kerak. Undan tashqari oldin ham bir o'zimiz направлениyadan tashqari optika ham ochib ko'rganmiz. Shu parallelni. U ham bitta dars bo'lgan. Joy tanlashda. Joy tanlashda hamma narsani hisobga olish kerak ekan, ko'p narsani. Unda nima masalaga e'tibor qaratmaganingiz ko'zga tashlangandi? Shu joy, mahsulot, lokatsiya, ochilgan do'kon. Biz ochilgan eng katta minusi karantin boshlangan. 6 oydan keyin karantin boshlangan, uje karantindan keyin uje bu yurmagan. Demak, qaysidir ma'noda karantin ham eng aniqasi shu bo'lgan, karantin. Aytgancha mana karantin paytida qanaqa faoliyat yuritgansizlar? U karantin paytida onlayn ishlaganmiz. Keyin esingizda bo'lsa, ertalab 10 gacha ishga kelib olish, keyin 5 dan keyin ishdan ketish. Qaysidir payt shunaqa ishlaganmiz. Odam umuman bo'lmas edi. Baribir ochib o'tirilardi. 3-4 kunda bir odam kelib nimadir olishi mumkin edi, lekin juda ham kam bo'lgan. O'sha paytda daromad qanchaga teng bo'lgan? Qancha tushish kuzatilgan bo'lsa kerak katta? Ancha. Chunki bizani mahsulot bu birinchi o'rindagi talab qilinadigan mahsulot emas. Unaqa payt odamlar faqat o'zini ro'zg'ori, har kunlik ehtiyojlari, ya'ni dori-darmon o'sha payt, oziq-ovqat. Birinchisi shu. Bizani narsalar o'sha bir 10-darajali narsa. Odamlar tinch bo'lsa, sog'lom bo'lsa, o'shandagina bizani narsa kerak. Agar qanaqadir problema bo'lsa, bizani narsa hech kimga kerak emas. Stabil ushlab turish uchun qanaqa usuldan yoki yo'ldan foydalangansiz? Onlayn sotib turganmiz, onlayn zakazlar bo'lgan. Taksidan chiqazib yuborardik zakazlarni. O'shani hisobiga ozgina ushlab turganmiz. Demak, onlayn bozor orqali ushlab turishga erishilgan bu narsa. Qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Mana shu jarayonda biznesni ochishda, do'konlarni ochishda, yuritishda. Biznes ochishda endi menda yosh bo'lganman, praktika bo'lmagan bizada. Yaqin anaqalarimizda zargarlik sohasida ishlaganlar bo'lmagan. Eng katta minuslardan bittasi shu bo'lgan. Bizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan odamlar kamroq bo'lgan nisbatan. Shunda ham ko'rsatishgan imkon qadar o'sha jihatlari. Birinchi qadam qo'yayotganingiz har doim qiyin bo'ladi. Nima birinchi qilyapsizmi, o'sha narsa qiyin bo'ladi. O'sha narsadan o'tib olishingiz kerak. O'sha jarayonlarni qaysi etapdan, qanaqa jihatdan o'tib olganingizdan keyin u siz uchun oson bo'lib qoladi. Mana shunaqa etaplardan o'tganmiz. Buxgalter topish, misol uchun oddiy misol, yaxshi buxgalter topishingiz kerak bo'lar ekan. Buxgalter topib berishgan, bittasi отказ qilgan, yaxshilikka bo'lgan ekan. Shundoq jarayon ketayotgan joyda отказ qilishgan. Keyin boshqa odamni maslahat berishgan. Hozirgacha ular bilan misol uchun ishlaymiz. Shunaqani arzimagan, misol uchun boshqa hozir men uchun arzimagan ko'rinishi mumkin, lekin o'sha payt men uchun juda ham katta, masshtabli muammo bo'lib tuyulgan bu narsa. U payt faqat o'zimiz ishlaganmiz. Ukam, o'zim. Asosan u payt ukam o'tirardi. Men plazada hali yopilmagan edi joyimiz. O'tdan kelardi. Ozgina payt parallelni ishlardi, keyin u yoq yopildi, bu yoqqa keldik. U yoq polni tarqatib yuborildi. Keyin bu yoqqa keldik. O'zimiz zargar bo'lganimiz uchun o'zimiz yasab, o'zimiz sotardik. U payt misol uchun sotuvchi olishga imkoniyatimiz bo'lmagan. Chunki 0-0 qilib ozgina foydaga kirsa, biz uchun eng katta nima edi? Eng katta plyus edi. 0-0 qilib turib ozgina foydaga kirish. Chunki arenda ham kichkina summa emas edi o'sha payt. Marketingga qancha mablag' sarflaysiz? Taxminan? Taxminan $300 bo'lsa kerak. Taxminan. Bir yoshroq student bola kulon sotib olgan bo'lgan. Serdechkali kulon bo'lgan, u выпуклый bo'lgan. Объемный bo'lgan. Sotib olgan bo'lgan. Oradan bir necha kundan keyin u kelyapti bizga. Sen bizani aldabsan.
san bizaga kumush sotmabsan, bu kumush emas ekan deyapti. Nimaga unaqa deyapsan? Chunki hammasini o'zim ko'rib, nazorat qilib, rangidan ham bilsangiz bo'ladi-da, tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Nimaga unaqa deyapsan desa, mana magnit ushyapti. Kumush magnit ushlash kerak emas. Mana Google'da ham anaqa ko'rsatyapti. Magnit ushamaydi kumush. Tilla magnit ushamaydi deyapti. Qarasam rostdan ham ushyapti. Bo'lishi mumkin emas. Chunki ushyapti. Keyin oldim qo'limga ko'ryapman. Doq qildim. Doqsam shiq-shiq qilgan ovoz, shiqillagan ovoz eshitildi. Keyin qarasam bir chetida teshigi bor ekan. Teshuv, atidan teshuv qilingan. Sababi vipukli narsani pakka qilayotganda, agar u ruchnoy ishlaydi. Vipukli narsani pakka qilayotganda bosim bo'lmasligi uchun, yaxshilab pakka bo'lish uchun bir qismi suvli chiqib ketish uchun teshib qo'yiladi. Plastinka edi u. O'sha teshuvdan galtovka degan instrument bo'ladi. Ichida mayda simlar bo'ladi. O'sha aylanganda galtovkaning ichida ichiga simlar kirib qolgan. U sim temir bo'ladi. 5-6 ta sim kirib qolgan. O'sha sim ushyapti, magnit ushayotgan ekan. Uni qayerdan bildim? Teshuv ish qilyapti. Men shunaqa xayol bo'ldi, shu ichiga sim kirib qolgan. Shunda ko'zini oldida, shunda qaychini oldim. Shunda kesib tashladim. Shunda kesdim, ochib ko'rsatdim. Vot qara. Ichida sim bor, mana bu sim qolib ketgan bo'lgan. Shuni hisobiga bu magnit ushyapti. U sim chiqib ketadimi? Ani kumush uje tegizsangiz ushamayapti. Shunaqa bir qiziq deydimi buni, tajriba bo'ladi, mana shunaqa qilib shunaqa holat bo'lgan edi. Keyin qanaqadir orqa qismida belgilar ham bo'ladi, sonlar. Ha, u probalar bo'ladi. Kumushda 925 proba bo'ladi. Tillada 585, 750 eng ko'p uchraydigani. Yana bitta narsa, kumush olayotganingizda hozir proba qo'yilgan bo'ladi. Ayniqsa chet elda, bizda bunaqa narsa yo'q, O'zbekistonda. Chet el taqinchoqlar, misol uchun Hindiston, ba'zi Xitoy, ba'zi Turkiya taqinchoqlarida, Tailand taqinchoqlarida ichida probasi bo'ladi. Lekin qo'lingizga olsangiz rostakasm kumush. Bizga ham ko'p remontga olib kelishganda ko'ramiz, ko'rinish kumush, lekin tekshirib ko'ramiz. Qanaqa tekshiramiz? Oddiy usul qaychi yoki pichoq yoki ego bilan, endi uy sharoitida qaychi pichoq bilan misol uchun bundoq qirib ko'rsangiz bo'ladi, bir chetini, ko'rinmaydigan qismini. Bundoq qirganingizda ichidan sariq yoki qizil rang chiqib keladi. Bu degani uje u kumush emas. Proba turaveradi u yoqda, probani qo'yib tashlayverishadi. Ustini kumush qilishadi, ichimiz latun yoki boshqa qanaqadir qotishma bo'lishi mumkin. Shu jihatdan bilib olishsa bo'ladi. Juda ham ko'p olib kelishardi. Hozir kamayib qolgan, oldin juda ko'p uchraydi bu narsa. Chetdan, chet elga chiqishganda, sayohatga chiqishganda, sotib olishayotganda shu narsaga e'tibor bersa yaxshi bo'ladi. Keyin yana bitta savol tug'ildi o'z-o'zidan. Har bitta brend o'zini belgilariga egada, yasalayotganda bo'lishi mumkin, qaysidir qismiga belgi qo'yadi, o'zining imzosini qo'yadi deyshadi. Sizda bu qayerda? Ya'ni siz o'zingizning mahsulotingizni boshqalarnikidan qanday qilib ajratib olasiz? O'zimizning proba bor, shu probani qo'yamiz. Lekin mahsulotingizni o'zingiz baribir taniysiz. O'zingiz chiqarganingizdan keyin, o'zingiz ko'rganingizda, o'zingiz narsangizni o'zingiz taniysiz. Yillar o'tgandan keyin ham shunaqa protseslar bo'lgan. 10 yil oldin, taxminan 15 yil bo'lsa kerak, 15 yil oldin qilingan zireni olib kelishdi. 15 yil oldin taxminan. Bitta ko'rganda, o'zimnikiligini bildim-da. Hali ham taqishayotgan ekan. Tozalatishga olib kelishdi. Tozalab berdik. Odam xursand bo'lar ekan, shu sizning narsangizni, sizning mahsulotingiz shuncha yil davomida taqib yurishganiga. Ko'chada yurganingizda, endi baribir o'zimizdan soha bo'lgani uchun o'zingizni professiyangizdan kelib chiqib kuzatasizda, ayollar qanaqa taqinchoq taqyapti. Bizda shunday ko'rishganingizda birinchi e'tiborimiz shunday qulog'iga, qo'liga yoki brasleti yoki bu taqinchog'iga tushadi. Birinchi anaqa e'tibor. Shunda ko'chada ko'rib qolganingizda, umuman begona odam sizni taqinchog'ingizni ko'rgan, o'zingizni taqinchog'ingizni ko'rganingizda, boshqacha hissiyot bo'ladi. Uni tasvirlab bera olmayman men sizga. Boshqacha bo'lar ekan. Bir necha marta buni o'zim ko'rdim. O'zim bu narsadan
Bu hissiyot o'tdim. Bu bizning do'konimiz. Bu yerda 1 yil oldin remont qildik, sal kengaytirdik. Oldin do'konimiz kichkina edi. Bu yerda yana ozgina ishlari bor, yana qilinadigan, oxirigacha yetkazmaganmiz. Fasad ishlari, keyin do'konda yana interyerda yana ozgina ishlari bor. Shu darajaga keltirib oldik. Dizaynerlar ishlashdi bu yerda, proyekt qilib berishdi. Ularning proyekti asosida ishlaganmiz. Dizaynerlar ham degan emas, o'zimizning do'stlarimiz, Joy Architect, Aziza, Sergey har doim qilib berishadi. Ko'pincha 2-3 ta variant o'zida yoqadi. Kelayinda taqimchoqlarga to'xtalsak, bu yerdagi vitrinada ko'rib turgan. Har xil направленияларga bo'lganmiz. Bu yerda холодный emal. Bu vitrinamizda o'zimizning arxitekturniy ornamentlar, ya'ni Samarqand, Buxorodagi fragmentlardan foydalanamiz. Naturalniy toshlar qo'yamiz. Ranglarini ham именно o'sha ranglardan foydalanamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mayolikalarda oxra, темный синий, голубой, бирюзовый, oq ranglar juda ham ko'p ishlatiladi. O'sha ranglardan foydalanganmiz. Bu yerdagi taqinchoqlarning narxlari qanchadan boshlanadi va qanchaga qarab o'sib boradi? Xo'p, bu vitrinadagi taqinchoqlar narxi 695 mingdan boshlanadi, 5 million 500 minggacha. O'zini ishiga qarab, sложностьiga qarab, ishlatilgan toshlariga qarab, og'irligiga qarab narx qo'yilgan bularga. Bu yerda bo'li minimalizm va modernizm stilidagi taqinchoqlar. Bu yerda ham toshlar naturalniy. Asosan bu yerda perlamutr, feruza, lazurit, agat toshlari ishlatilgan bu vitrinadagi taqinchoqlarda. Ko'proq minimalizm stilida, oddiylikni yaxshi ko'radiganlar uchun mana shunaqa stilda mahsulotlar qilganmiz. Sotuvdagilar orasida yasalishi murakkab bo'lgan taqinchoqlardan birini ko'rsatib bera olasizmi? Mana shular orasida bormi? Qaysi biriga juda ham ko'p vaqt ketgan, kuch sarflangan? Mana shu gumbaz diragimiz. Taxminan 2 yildan ko'proq vaqt mobaynida bu ideya bo'lgan. Buni realizatsiya qilishimiz uchun ham birinchi variantini yasashimiz uchun ham boshlaganimizdan keyin taxminan 6 oylik vaqtimiz ketgan. Sababi misol uchun bitta o'tirganimizda 6 oy emas, har safar qatini qanaqa qilamiz? Misol uchun chizib ko'rib buni razmerlari, ranglari, qaysi detal qanaqa bo'lishi, tagiga qanaqa qilib mana bu jemchuklarni osishimiz hammasi o'ylanib, taxminan 6 oy, birinchi varianti 6 oy davomida yasalgan. Chunki har bitta proses bu yerda 3 ta usti ishlaydi. Misol uchun jemchukni boshqa odam teradi, холодный emalini boshqa odam qiladi, bu qismini boshqa odam qiladi. Shuning uchun ko'p vaqtimiz ketgan bunga. Etap qilingan. Eng zo'r ishlarimizdan biri bo'lgan, o'zimga ham juda ham yoqadi. Instagramda ham qo'yganimizda juda ham ko'p like, podpiskalar bo'lgan mana shu orqali. Ko'rishlar soni ham yuqori bo'lgan. Buni narxi? Buni narxi 5 million 500 ming so'm. Bu yerda yana bitta narxasi rechnoy jemchuk ishlatilgan. Parasiga, juftiga 256 ta jemchuk ketgan. Turli davlatlarda Ramzevelning taqinchoqlari xalqaro ko'rgazmalarda ham ishtirok etdi. Buni tarmoqlaringizda ham kuzatdim. Eksportni yo'lga qo'yish haqida gapirib bera olasizmi? Qaysi davlatlarga siz qiziqish bildirishyapti sizning ishlaringizga ko'proq? Bizning taqinchoqlarni dunyoning turli xil davlatlaridan mehmonlar kelib olishadi. Turli xil davlatlarda taqishadi bizning taqinchoqlarni, lekin eksport jihatdan eksport sal muammo bizda. Taqinchoqlarimizni jo'natishimiz sal qiyinroq. Hamma davlatlarga ham jo'nata olmaymiz. Mana endi pochta orqali shunda ham kumush taqinchoqlarni jo'natishni boshlaganmiz. Unda ham juda katta masshtabda emas, bitta qilib. Unda ham hamma davlatlarga emas. Qaysi davlatlar bor oralarida? Rossiya bor, Qozog'iston, Yevropaning ba'zi davlatlari bor. Shularga jo'natdik. Keyinchalik qaysi davlatlarga chiqishni mo'ljallayapsizlar? Asosan Yevropani mo'ljallayapmiz. Yevropa bilan Rossiya bozori. Chunki bizani qo'l mehnati u yerlarda ko'proq qadrlanadi. Amerikada misol uchun
Amerikani ham mo'ljallayapmiz. Nimalarga e'tibor berish kerak shu eksport masalasida, taqinchoqlarda qanaqadir nozik jihatlari bormi buni? Kichkina bo'lgani uchun posilka ham kichkina bo'ladi. Biz gaplashganimizda yo'qolib qolish ehtimoli ko'p deb aytishdi. O'shaning uchun sal cho'chishar ekan pochtadan jo'natishayotganda. Shu taraflari juda ham qiyinchilik bo'lyapti. Hamma pochta ham qabul qilmaydi. Ba'zi bir juda kamdan kam pochtalar qabul qiladi buni, jo'natishadi. Unda ham hamma davlatlarga emas. Misol uchun bizdan mijozlar so'raydi, Instagram orqali ko'rishadi, Facebookdan ko'rishadi, so'rashadi. Biz bir deganda chiqarib yubora olmaymiz. Birinchi u davlatga chiqarsa bo'ladimi, shunisini surishtiramiz. Keyin bo'lsa, undan keyin chiqariladi bu narsa. Chiqarayotganingizda ham pochtani narxlari bor. Har bir davlatga alohida narx. Kichkina summa emas u ham. Misol uchun $100 taqinchoq olgan bo'lsa, pochtani narxi $20, $30. Bu ham klient uchun noqulaylik tug'diradi. Ba'zida undan ham qimmat summalarni aytishdi. Pochtani xarajatini o'zi $50 misol uchun ba'zi pochtalarda bo'ldi. Hamma ham xohlamadi bu narsani. Shu jihatlari ham sal muammo bo'lyapti. Agar shu jihatlari sal yengillashsa, sal arzonlashsa, yana ham ko'proq оборот bo'lardi. Ko'proq davlatlarga chiqargan bo'lardik. Xorijda ko'rgazmalaringizga to'xtalib o'ta olasizmi? Qanaqa bu xorijga chiqish tartibi, ko'rgazmalarda qanaqa ishtirok etayotganingiz? Ko'rgazmaga har xil tashkilotlardan chiqamiz. Hunarmand uyushmasidan, misol uchun, yoki ba'zilarini o'zim topib, mana shu oxirgidan bitta oldingi Ruminiyada bo'lgan ko'rgazmada zargarlik haftaligi bo'ldi. Unda o'zim Instagramdan topib, zaifga to'ldirib, undan keyin ular qabul qilib, ancha vaqt oldim. Misol uchun 1-2 oy emasdi, salkam 1 yil oldin zaifga topshirilib, undan keyin shu etaplardan o'tilib, sizni qabul qilishgandan keyin o'zini to'lovlari bo'ladi, uni to'lovlarini qilasiz va viza jarayonlari, Yevropaga viza olish ham oson emas ekan. U jarayonlar, asabbuzarliklar, ancha muncha dokumentni topshirish kerak ekan, Gorkodan spravka olib borish kerak ekan. Qisqasi, qo'pol qilib aytganda, shu jarayonlardan o'tib, oxiri uje bora olmasam kerak deb o'ylab ham qoldim. Chunki biz uje to'lov bo'lganmiz ularga. Viza yo'q. Hali bilet olinmagan. Uchishimizga, boshlanishiga 1 haftami, taxminan shunaqa vaqt qolgan. Hali viza yo'q. Viza berilmayapti. Keyin oxirida berildi, bilet olindi, undan keyin uchildi. Umuman boshqa atmosfera. Shuncha vestibkaga, chet el vestibkalarga qatnashgan bo'lsam, lekin bunaqa именно aynan zargarlik vestibkasida birinchi marta, chet elda birinchi marta qatnashishim edi. Atmosfera umuman boshqa. Butun dunyodan kelgan 200 dan oshiq edi, adashmasam, hunar zargarlar. Ularda yana bitta o'ziga tortgan jihati ayollar juda ham ko'p edi. Zargarlar, misol uchun umumiy qilib olsak, taxminan 70%, 80% ga yaqini ayol zargarlar. Hamma o'zini qilgan ishini, именно o'zini xalqi ham, Ruminiya xalqi ham zargarlar juda ham ko'paygan. Именно qo'l mehnati, ruchnoy работа, o'zini dizaynerskiy ishlarni qiladigan zargarlari juda ham ko'paygan. Ishtirokchilarning orasida o'zini xalqidan ham ancha-muncha zargarlar bor, ancha-muncha ideya olsangiz bo'ladi. Maza qilib keldim, rosa yoqdi menga. Sotuvlar u yerda sotib ham bo'ladimi? Tushunishim bo'yicha qanaqa bo'ladi? Ya'ni siz qo'ygan buyumlar, zargarlik narsalari sotiladimi u yerda? Va sotuv bo'ldimi? O'tda qanaqa, misol uchun borasiz, taqdimot qilasiz, joylaringizni yasatasiz, ko'rsatasiz. Boshida faqat odamlar ko'rar ekan, shunda ochuv bo'ladi, odam kelib ko'raveradi. Oxirgi kuni sotuvga ruxsat berilar ekan. Shunda sotuv qilsangiz bo'ladi. Unda sotuv qildik. Xarajatlar qoplandimi? Taxminan qanchalik sotuv bo'ldi u yerda? Xarajat qoplandi deb aytish qiyin. Juda qiyin, chunki o'tda xarajat, juda katta xarajat qilgan edik. To'lov ham juda ham ko'p edi.
qoplamadik desa ham bo'ladi. Xorijdan qanaqa tajriba o'rgandingiz? U yerdan nimalarni o'zimizga olishimiz kerak, biznesimizga yoki tadbirkorligimizga qo'shishimiz kerak va yana ham yuqori natijalarga erishishimiz mumkin? Ulardan o'rganadigan narsamiz ko'p. Misol uchun oddiy shu vystavka qilishganida hamma narsani joy-joyida qilishgan. Hammasi rejali. Hammasi sistemaga kirgizilgan. Hammasi soatning ichida nima bo'ladi, hammasi etap-etap ketaverar ekan. Shu jihatlari juda ham yoqdi. Tartib juda ham kuchli. Hammasi tartib bilan qilingan. Hammasi hisobga olingan. Tez-tez bo'l aniq degan narsa yo'q ularda. Shu jihatlari o'ziga tortdi. Ayniqsa ko'rgazma tashkillashtirish, ko'rgazmalarni uyushtirish jihatidan, qatnashish jihatidan. Tajribaga keladigan bo'lsak, misol uchun o'zimizning ishlarni ko'rasizda, o'zim qilgan ish, o'zimiz qiladigan ishlarni, ularnikini o'zi ko'rganingizda shunaqa ощущение bo'ladi, что bizda ancha yuqorida uровень, fantaziyasi. Nimaga biz shunaqa qila olmaymiz degan anaqalar bo'ladi. Yana ham ishlashga ishtiyoq bo'ladi. Ba'zi bir ishlarni ko'rsangiz, qanaqa qilgan bu narsani, uni qilish jarayoni qanaqa bo'ladi, protsess qanaqa bo'ladi, shularga juda ham e'tibor berasiz, juda ham qiziqasiz. Qay darajada bu fikrlagan bu narsani qilish uchun. Sizni bosh qotirgan qancha kunlar? Juda ham 2-3 marta bordim ba'zi stendlarga, 2-3 marta borib master bilan gaplashdim. Endi tilni u darajada yaxshi bilmaganingiz uchun qisman tushunasiz. Hamma fikrlarni ham, hamma gaplarni ham to'liq 100% tushuna olmaganingiz uchun shu jihatlari da sal qiynaldim. Agar tilni yaxshiroq bilganimda balki ko'proq informatsiya olgan bo'lardim. Ulardan. Ha. Ayniqsa Germaniyaliklar ishlari juda ham yoqdi. Germaniya, Slovakiya, Transformer xuddi inoplanetanlarga o'xshaydi. Bir boshqacha qanaqa qilganini juda ham qiziqasizda. Zargar bo'lib turib shunchalik qiziqyapsizmi? Oddiy odamni umuman xayoliga ham kelmaydi bu narsa qanaqa qilinishi. Demak, keyingi savol, boshda qancha taqinchoqlar sotilgan va hozir ularning soni qanchaga oshib boryapti? Esa olasizmi? Birinchi do'kon ochganimizda shunaqa vitrinamiz bo'lgan. 4 ta vitrinamiz bo'lgan. Xuddi shunaqa 4 ta vitrina G-образный holatda bo'lgan. Tasavvur qiling, mashincha mahsulotimiz bor. Bitta vitrinaga yetar-yetmas mahsulotimiz bor taxminan. Shu narsamizni 4 ta vitrinaga chochilgan. Aha. Keyingi juda ham kam bo'lgan mahsulotimiz. Birinchi kun ochganmiz. Birinchi kunning o'zida qochim bo'lgan. Bitta ukam savdo turgan edi. O'shanda bitta uzun yoki zirey sotilgan. Endi sekin-sekin klientlar oqimi ko'paygandan keyin, sizni ko'pchilik bilgandan keyin ko'payib boradi. Aha. Bular orasida qaysi biriga bugun talab katta? Ya'ni qaysi biri ko'proq sotib bor deymizmi? Hozirgi kunda asimetriya modellarimiz juda ham mashhur bo'lyapti. Misol uchun mana bunaqa bo'ladi. Bir tarafi boshqa ko'rinishda, ikkinchi tarafi boshqa ko'rinishda. Ya'ni buni davomi? Ha, doqsiz mozaika bo'ladi, bu yig'iladi. Mana shu modellarimiz hozir trendga chiqqan. Ko'pchiligiga ma'qul kelyapti. Katta bo'lgani bilan uzun, katta, lekin juda ham yengil. Mana shu turishi taxminan 6 gram, 5,5 gram chiqadi. Buni yasashga qancha vaqt ketadi? Taxminan. Agar hamma narsamiz tayyor bo'lsa, 2 kunda tayyor bo'ladi. Bitta mana faqat shu narsa ishlansa, faqat shu qilinsa. Aylanmasi qancha Rams Collection yillik? Оборотimi? O'lchab u darajada hisoblamaganman. Aha. O'zimning taxminiy hisob kitoblarim bor, lekin u narsani общий оборотda yilligini hali hisoblab chiqqanim yo'q. Aha. O'tgan yillar 2015-yildan beri faoliyat olib boradi. Tushunishim bo'yicha. 2015-yil ochganmizda do'konni 22-mart kuni. 22-mart kuni ochganmiz. Bu qismiga o'tadigan bo'lsak, bu vitrinamizda bo'lsa,
Bu yerda har xil ustalarning ishlari bor. Ko'pchilik Toshkentda o'zini mahsulotlarini yasaydigan zargarlar, ijodiy ish qiladigan zargarlar o'z mahsulotlarini bizga berishadi. Bu vitrinada 10 dan ortiq zargarlar ishlari bor. Ko'rsanglar, hammasini stili har xil, texnikasi har xil, ishlatadigan toshlari har xil. Misol uchun ular do'kon ochishmaydi, ochisha olmaydi. Sababi juda ham kam miqdorda ishlab chiqarishadi. Ko'pchiligini yoshlari katta, ularga уже do'kon ochish u darajada rentabelniy emas. Shuning uchun ko'proq ularga realizatsiyaga berishgani ularga qulayroq. Bu yerda qaysi ustalarni qo'l mehnatlarini ko'rishimiz mumkin? Bu yerda Agar tanishtirish mumkin. yoshlari katta usta juda ham ko'pchilik taniydi. Fanis aka, o'zlari Chirchuvda yashaydilar. Buxoro tangalarining kopiyasi ular. Mana shunaqa ishlab chiqaradilar. Ular bilan qanaqa tartibda ishlaysiz? Ular bizga o'zi mahsulotini, misol uchun, mana shu brasletni berishadi, narxini aytishadi. Biz o'zimizning foizimizni qo'yamiz, vitrinaga qo'yiladi. Sotilganida bir oyda bir marta sverka qilinadi. Ya'ni hamma sotilgan mahsulotlar egalariga pullari tarqatiladi bir oyda bir marta. Yana qaysi ustalarni bu yerda ishlari mavjud? Ular Andrey aka, ular ham yoshlari katta. Juda ham zo'r braslet chiqqan mana shu. O'zimga ham yoqib qoldi. Buni fishkasi magnit qilsa yopiladi. Ko'rinmaydi bu yerda. Zamok qattaligini bila olmaysiz. Ko'pchilikga ma'qul keladi, lekin sal vesi og'irroq, u yuzdan ko'rsangiz bo'ladi. Og'ir. Bu Asqar akaning ishlari. Asqar aka asosan natural toshlar, bo'lib klassik stilda ishlaydilar. O'zlari tosh chaqlab, o'zlari chaqlab qo'yishadi shunaqa narsalar. Bu ustalarni qayerdan topasiz yoki ular bilan tanishib olganmisiz avvaldan? Yo'q, oldindan tanishib bo'lmaganman. Hamma ko'pchiligini shu Vistivka orqali, Cheris boshqa zargarlar orqali taniganmiz. O'sha payt ochganimda mahsulotlarim kam bo'lgan-ku. O'zim qidirardim. Shu o'zim tanigan zargarlardan so'rab, menga mana shunaqa ijodiy ishlar kerak, zargarlik kerak. Qayerdan topsam bo'ladi? Kim biladi? O'shalarning kontaktlarini olib, sekin-sekin ishlab, boshida ishonishmagan. Chunki yosh bo'lganman. Hech kim tanimagan. Keyin ishonchga kirib, mahsulotlarni sotilganini vaqtida pulini berib, sekin-sekin ishonchga kirib, ishlarni ko'paytirganmiz. Kimdir tashqaridan, misol uchun sizni vitrinangizga o'zini ishlarini qo'ymoqchi bo'lsa, qanaqa talablar bor? Birinchi ko'riladi ish. Talablari shu ijodiy ish bo'lishi kerak asosan. Ishini ko'rib, sotilish ehtimoli bo'ladi. Shularga qaraladi. Shundan keyin mahsulotni olamiz. Sifati birinchi o'rinda. Toshlari asosan natural tosh ishlatgan bo'lishi kerak. Bu misol uchun bu yerda ham hammasi ham natural emas. 95% toshlar natural toshlar. Natural qo'yilmagan bo'lsa ham mahsulot juda ham необычный, ya'ni noodatiy bo'lishi kerak. Shundagina olib qo'yamiz. Juda ajoyib. Bu qismiga o'tadigan bo'lsak, bu vitrinamizda tilla taqinchoqlarimiz. Bu yerda ham o'zimizning mahsulotlar asosan va boshqa ustalarning ishlari ham bor. Bu yerda ham toshlar naturalniy, asosan 585 probada bo'lib eskirtirib ishlaganmiz. Misol uchun mana bu uzugimiz. Bu uzuvlar aynan eski uzuvlardan kopiya olingan. Originallari misdan, bronzadan bo'lgan. O'shalardan один к одному kopiya olib qilganmiz. E'tibor bersangiz, razmerlari juda ham kichkina. Razmerlarni o'zgartirmaganmiz, imенно o'sha razmerlarda qolgan. Agar mabodo buyurtma bo'lsa, o'sha o'zligini razmerligi bo'yicha qilish uchun o'zgartirmaganmiz. Shu qizuvroq bo'lishi uchun. Keling, endi bizga mana shular orasidan qaysi birini bugun yasab ko'rsatib bermoqchisiz? Xo'p, bizda hozir protsessda ketayotgan mana bu taqinchog'imiz bor. Bu Kushon imperiyasi 1-3 asr topilgan Dalvarsin tepadan, Surxondaryo viloyatidan. Mana shuni hozir protsessdagi jarayonni ko'rsatib beramiz, tosh qo'yish jarayonini. O'sha jarayonga yetib kelgan, shu jarayonni ko'rsatib beramiz. Bu ham kumush,
tillasi yurg'izilgan, toshlari granat bilan feruza. Originali Markaziy bankda saqlanadi. Bu magnit qo'yilgan. Asli originalida magnit bo'lmagan, bu yerda kolechka bo'lgan. 3-kolechka orqali ulangan bu. Demak, bizga bugun shu toshni yasab ko'rsatib beradilar. Marhamat. Demak, biz ustaxonaga tushdik pastga. Hozir bizga Ramziddin aka bu yerda, ya'ni taqinchoqlar yasash uchun qanday uskunalar ishlatiladi va qayerdan olib kelinadi? Shularni gapirib bersangiz. Uskunalarimiz ko'p. Bir boshdan boshlaymiz. Misol uchun eng asosiylaridan biri bu vals. Bu juda ko'p ish bajaradi. Har bitta boshlayotgan zargar, ya'ni mana shu instrumentni oladi buni. Narxi? Buni endi ish boshlagan paytim olganman, taxminan bir 15 yildan oshgan bunga. O'sha payt 300 yoki 400 dollarga olgan edim. O'zbekistonda ishlab chiqariladimi? Bu Xitoydagi, Xitoyda ishlab chiqarilgan, lekin sifati juda ham yaxshi. Hozirgi kungacha ishlab kelyapti. Buni o'sha paytdagi varianti haligacha sпрос bor bu valsga. Ya'ni bu yerda sotib, kimdir tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi, sizga o'xshab ish qilmoqchi bo'lsa, bemalol topa oladi bu uskuna. Bemalol, chunki instrument imенно zargarlik mahsulotlar, zargarlik ishlab chiqarish uchun, yasash uchun instrument sotadigan do'konlar bor. Asosan Chilonzorda tarafida bir 3-4 ta do'kon bor. O'shalardan olishsa bo'ladi. Hozir juda ham vibr ko'p. Oldin u darajada vibr ko'p emas edi. Hozir ancha imkoniyatlar bo'lgani uchun, olib kirish oson bo'lgani uchun instrumentlarimiz ham juda ham ko'payib ketdi. Davom etamiz. Bundan keyingisi? Keyingilari bor mashina. Bu yerda ishlaydi bu. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, stomatologlarnikiga ham o'xshab ketadi. Buni sal yumshoqroq varianti mana bunisi bor. Bu strong deyiladi. Bunda regulirovka qilsangiz bo'ladi. O'sha taraflari juda ham qulay buni. Tezroq, sekinroq qilib. Bular qayerdan olib kelinadi narxlari? Hozirgi kunda narxini bilmayman, anig'ini, chunki bu olganimga ancha bo'lgan. Buni adashmasam 120-150 dollar atrofida edi. Bu undan arzonroq edi. Hozirgi kunda bilmayman ochiq narxini. 100 dollar atrofida bo'lsa kerak, nari beri. Keyin mayda har xil borchklar, polirovka qilish uchun, matli qilish uchun, ichlarini olish uchun bu metallarni borchklarimiz bor. Bunisi bor. Bu qum qog'oz. Bunda shilfovka qilinadi. Sinchotkalarimiz bor. Mana bunaqa sinchotkalar ishlatamiz. Keyin buni tagida payalni apparatimiz bor. Bu yerdan olov bo'ladi, olov chiqadi. Shu olovda orqali payka qilinadi. Bularning hammasini O'zbekiston o'zida bemalol topsa bo'ladi. Bemalol. Bular uskunalarning orasida narxi qimmat va topilishi qiyin bo'lgan, juda ham muammo keltirib chiqaradigan uskuna qaysi biri? Uni bo'tga qo'yilmagan. Hozir u darajada qiyin emas. Shu aytganimdek yo'l ochilgani uchun juda ham ko'p instrumentlar kelyapti. Juda ham qimmat instrumentlar ham kelgan. Hammasini olib kirishyapti. Hozir muammo emas bu narsa. Men mana bu yerda ajoyib bir uskunani ko'rdim. Bu nima? Bu yerda kumush yoki tilla solib eritiladi, sigil deyiladi. Uni eritganingizdan keyin bu quyiladi. Bu narsaga quyiladi. O'ziga kerakli forma, o'ziga kerakli, misol uchun bu yengilroq, kamroq kumush ketadi, misol bunga ko'proq ketadi, bu plastinka holatda chiqarib beradi. Shunga bundoq qo'yasiz buni. Metal erigandan keyin quyiladi. Buni ochib, keyin valsda уже valslanadi o'ziga kerakli formada. Misol uchun sizga plastinka kerak bo'lsa, mana bu yerda plastinka qilasiz. Sizga agar sim yoki kvadrat kerak bo'lsa, bu yoqda qilasiz. Buni hozir menda ruchnoy varianti. Buni motorlilar chiqib ketgan. Motorlilari ancha ishingizni osonlashtiradi. Agar siz katta massiviy ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, motorli olsangiz ancha oson bo'ladi. Birinchi zargarlikni boshlamoqchi bo'lgan yangi tadbirkorda nima bo'lishi kerak? Qanaqa uskuna bo'lishi shart? Payalni apparat. Ya'ni boya aytganim shu eritishga, payka qilishga payalni apparat kerak. Birinchi vals kerak. Keyin mayda instrumentlar, ya'ni omburlar har xil. Ploskisi bor, buni kruglisi bor, qaychilar, kusachkilar, keyin pinsetlar kerak bo'ladi. Natfillar, egolar kerak bo'ladi.
keyin buni olsa bo'ladi. Bu ham juda ko'p vazifani bajarib beradi. Mana shu ba'zi narsalardan olib, уже sekin bemalol ish boshlab olsa bo'ladi. Umumiy narxi qanchaga tushadi bular? Uskunalar uchun qancha bo'lishi kerak boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorda? Taxminan. Taxminan $500. Atrofidagi. Chunki buni arzonrog'i ham bor. Buni arzonrog'ini olishsa taxminan $500 atrofida ish boshlab olsa bo'ladi. Endi men ish boshlaganimda men unaqa pul tikmaganman, unaqa pul bitta olib qilingan. Demak, birinchi boshlamoqchi bo'lsa, $500 atrofida pul bilan boshlasa bo'ladi taxminan. Demak, biz hozir bizga boya yuqori tepada aytib o'tganimizdek, mana bu taqinchoqni yasalish jarayonini ko'rsatib beradilar. Shundaymi? Shunaqa. Rahmat. Sizni o'zingizga qaysi zargarni, qaysi ustani yasagan taqinchoqlari ko'proq yoqadi? O'zimizdanmi? Ha, o'zimizda yoki xalqaro bo'lishi mumkin. Kimni kuzatasiz qilgan, yasagan buyumlarini? Har xil davlatlardan ustalarni kuzataman. Misol uchun o'zimizda ham bo'lishi mumkin. Asosan chet el, Yevropa, Rossiyadan Ilgiz zargar bor. Keyin Yevropa davlatlaridan Nikolas bor. Emal bilan ishlaydi. Yana Ispaniyadan, Portugaliyadan zargarlar bor. Davlatlardan ko'p, Amerikadan bor. Keyin afrikalik zargarlarning ishlari ham oxirgi payt. Eron juda ham kuchli zargarlik taqinchoqlari, Ozarbayjon. Hammasidan o'zimga yoqqan zargarlardan ishlarini kuzatib boraman. O'zimizning mahsulotlar bilan solishtiriladi, ilhomlanasiz qilingan ishlardan. Aynan mana shu savolga kelayotgandim. Ijodkor odam nimadandir ilhom oladi. Misol uchun yozuvchi qanaqadir voqea, hodisani ko'rsa ilhomlanib yozadi. Zargar sifatida siz nimadan ko'proq ilhom olasiz? Buyumlaringizni yasash uchun dizaynlariga. Oxirgi paytda misol uchun baribir boshqa zargarlarning ishini ham ko'rib ilhomlanasiz. O'zingizga misol uchun mana bunaqa qilsak bo'lar ekan. O'zimizga mana bu joyini to'g'rilasak bo'lar ekan, o'zimizning milliy ornamentlar bilan uyg'unlashtirsak bo'lar ekan degan baribir fikr aylanaveradi ko'rganingizdan keyin. Oxirgi payt ko'proq qilgan ishlarimizda o'zimizning eski arxitekturniy obyektlar, Samarqand, Buxorodagi, keyin o'zimizdagi Toshkentdagi modernizm eski binolar, misol uchun tarix muzeyi, ba'zi bir ishlarimiz bor, o'shalardan olganlarimiz bor. O'shalarga qarab turib, o'zimni bir xil narsalar bilan qarasangiz, o'shandan o'zingizga kerakli fragmentlarni olib olasizda. Qidirib yurasiz vaqt kelganda yoki o'zidan o'zi yo'lingizda ko'rinib qoladi. Xayolingizga kelmagan narsa, shuncha paytdan beri o'tasiz, ko'rasiz, xayolingizga kelmaydi. Qachondir ras shundan nimadir olsa bo'ladi, shundan nimadir qilsangiz bo'ladi degan xayol kelib qoladi. Qaysidir bir buyumingizni, o'sha yasagan taqinchoqingizni gapirib bera olasizmi? Yasalish tarixi bo'lishi mumkin. Nimadan ilhomlanib, misol uchun aytishingiz mumkin. Mana bu buyumni yasaganimda, mana bu narsadan ilhomlangan edim o'sha paytida va bu menda katta taassurot qoldirgan degan biror bir hodisa bo'lganmi? Bizga aytib bera oladigan. O'sha pektoralni institutda o'qiyotganimizda bizga uni rasmini ko'rsatishgan. Yoqqan o'sha payt qanaqa qilib shu darajada nozik qilib ishlangani meni o'ziga tortgan. Birinchisini diplom ishga o'shani Melchiordan yasagan edim. Soddaroq qilib yasalgan. O'zimni ko'nglim to'lmagan. Diplom ishga berilgan. Keyin ko'nglim to'lmaganmi, oradan yillar o'tgan. Shu niyat bo'lardi, qani kimdir shuni zakaz qilsa tilladan qilish degan niyatim bo'lardi. Maksimalni yaxshilab qilish degan. Keyin bir mijozimiz keldilar. Mana shunaqa narsa bor ekan. Mana shuni yasatmoqchiman dedi. Keyin aytdim, bilasizmi, mana shu narsani men yasamoqchi bo'laverdim. O'zi kutyotgandim mana qilishni. Kim kelar ekan shuni yasatishga. O'zi yaxshi ko'rib qilsangiz maza qilasiz. Bitirgandan keyin maza qilib
o'zim xohlagan, o'zim yaxshi ko'rgan, o'zim xohlaganimdek chiqqan ish bo'lgan edi shu. Qiymati qanchaga baholangandi? Narxi? Aniq esimda yo'q, chunki u payt umuman boshqa edi. Summasi esimda yo'q. Vesi esimda taxminan 70-80 gramm atrofida tilla ketgan edi. 585 probadan qilganmiz. Hozirgi kunda misol uchun 660 mingga ko'paytirib 70-80 gramm tillani o'zini pulini narxini, qiymatini bilishingiz mumkin. U ish haqqisi alohida. Bu o'zi qanaqa yasalgan? Bu birinchi bo'lib mana bu qismi, asosiy qismi hozir texnologiya rivojlangan 3D printerda yasab olingan. Keyin ustiga har bitta mana bu toshdan ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'zxona deyiladi. Formalar har bittasi bittalab har xil formada qo'yib payka qilib chiqilgan. Keyin zanjiri ham ruchnoy, juda ham zich qilib, chunki originalda ham juda ham zich edi. Shuna qilib 4 ta zanjir yasalgan buni alohida qopqoq qismi alohida teshib, payka qilib olib, keyin bunga payka qilingan. Xo'p, bunga hozir tosh qo'yamiz. Tosh qo'yish jarayoni yetib kelgan. Bunga granat bilan feruza qo'yiladi. Granat deganimiz bu. Feruza, mana bular har xil feruzalarimiz bor. Bu yerdagi feruzalarimiz уже nestandartniy formada. Bular уже dumaloq. Bulardan ozgina kerak bo'ladi. Asosiy ishlatadiganimiz nestandartniy forma. Bu yerdagi har biriga alohida bittadan tajdid qilib qo'yiladi bular. Bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi bo'lib buni ochib olamiz, ya'ni ko'zxonani ochib chiqish kerak bo'ladi. Ochib chiqish deganda har bir ko'zxona ochib chiqiladi. Chunki bu devorlar juda ham qalin. Bosib chiqayotganimizda yengilroq bo'lishi uchun ochib kengaytirib chiqiladi. Birinchi dumaloqdan boshlaymiz. Dumaloq tosh qo'yish nisbatan osonroq, chunki dumaloq toshdan formalarimiz bor. Birinchi toshni kerakli formada saqlab olamiz. Birinchi xaridorimiz o'zingizni birinchi ish boshlayotganingiz, birinchi xaridoringiz asosan qarindoshroq, yaqinlaringiz bo'lishadi. Ularga qilib berardim boshida. Keyin shu mahalla, tanish bilish shular orqali keyin o'sha klientlar chiqishni boshlaydi. Boshida qilayotganingizni ko'p joyda o'xshata olmaysiz. Ularning mahsulotini, misol uchun taqinchog'ini remont qilib berayotganingizda buzib qo'yasiz. Bir kun qarindoshimizga braslet berganlar. Payka qilinayotganda uni polni qotirib qo'yganman. Bilmaganim hisobiga qanaqa qilib payka qilish kerakligini, uni texnikasini har bir taqinchoqga alohida o'zini qizdirish temperaturasi bo'ladi. Men juda ham ko'p qizdirib o'rganman. Shuni hisobiga qolgan zvinolari qotib qolgan edi. Kollejda o'qiyotganimizda ko'rik tanlov bo'lgan, yosh zargarlar ko'rik tanlovi. Qisqa muddatda kale yasaganmiz. Uxlamasdan kale yasagan edim. Kollejda ustaxonada ishlab, keyin uyga kelib, ya'ni kechasi bilan ishlab, 2-3 kecha ishlab, taxminan bir hafta mobaynida shu narsa shu taqinchoq tayyor bo'lgan edi. Juda ham nozik edi. O'sha payt uchun men uchun juda ham katta ish edi. Shu taqinchoq tayyor bo'lgan. Tasavvur qiling. Mana shu holatda, bu holatda ham emas. Mana shu holatda faqat toshlar qo'yib qo'yilgan, faqat polirovka qilish kerak qoldi xolos. Faqat polirovka qilinadi, bo'ldi. Yuvasiz, уже bitta 99% ish tayyor degani. Polirovka qilinayotganda kechasi motorga kirib ketib qolgan. Motorga kirib ketib qoladi.
u narsa chochilib ketadi. Juda ham anu tushkun ko'zlarimdan yosh chiqib ketgan edi. Adam kelib podishka qilgan edilar, siqilmagan, hammasi yaxshi bo'ladi, o'ylamagan degan edilar. Xudoga shukr, u narsani keyin boshqatdan chochib tashab, detallarni boshqatdan chochib tashab yasab chiqqan edim. Shuni o'zimga olib qo'yganman, sotilmaydigan ishlarning orasiga kirgan edi. Ozgina ko'proq vaqt oladi, sababi har bitta toshni bittalab qo'yib, bittalab chaqlab qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Ertalabdan kechgacha o'tirsam, taxminan 2 kun vaqtim ketadi tosh qo'yishini o'ziga. Hozirgi kunda feruzani topish sal muammo bo'lyapti, chunki kamayib ketyapti tabiiy tosh. O'zimizdagi feruzalar hammasi eski toshchilarda qolgan zapaslar. Shularni hozir ishlatyapmiz. Xitoydan ham feruza olib kelishgan, lekin u ko'rinishi tabiiyga juda ham o'xshaydi, lekin naturalni emas. Bu o'zimizdagi toshlar, o'zimizda chiqargan toshlar, o'zimizdan ko'rinadi. Koral bu tabiiy, dengizda bo'ladi. Chet elda koralga zapret ham qo'yishgan. Chunki koral riflarni, marjon qoyalarni kesib, uni quritib sotishganligi uchun, dengizga juda ham katta zarar yetkazayotgani uchun koralni chegaralab qo'yishgan. Biz ishlatayotgan korallar hammasi eski korallar asosan yoki bo'yalgan korallar. Asosan eski koral ishlatishga harakat qilamiz. O'zimizdagi eski taqinchoqlardan yechilgan korallar bo'ladi. Ular tabiiy, rangi ham katta effekt beradi o'tda. Qotgan ishingizni ochib beradi. Yana eng katta pluslardan bittasi rangi eski bo'lgani uchun eskini vidini beradi. Eski ish qilganingizda toshlar ham katta rol o'ynab qo'yadi. Misol uchun yangi toshlar qo'yishingiz kerak emas unga. O'sha oldingi, o'sha paytdagi ishlatilgan toshlarni qo'ysangiz, ishingiz chiroyli chiqadi. Misol uchun eski ishga bunday koral qo'ya olmaymiz biz. Bunday koral qo'ya olmaymiz. Unga eski koral qo'yish kerak. Ya'ni bunday koral qo'yish kerak unga. Bunday eski korallar bo'ladi. Mana shunaqa eski koral qo'yilsa, ishimizda juda ham chiroyli chiqadi, ayniqsa eski ish qilinayotgan bo'lsa, eskiga o'xshatib ish qilinayotgan bo'lsa. Bu protsessda juda ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki hamma shtikl deyiladi bu instrument. Tosh qo'yilayotganda, chiqib ketgan paytda qo'lingizga kirib ketishi mumkin. Mana ikkitasi qo'yildi. Bittasi bo'tga qo'yildi. Bittasi bo'tga qo'yildi. Sababi podrad qo'yib keta olmayman, chunki sizdagi mamlakatdagi bor toshlar bo'tga mos keladigani har xil joyda bo'lishi mumkin. Qattiga mos to'g'ri ko'zingiz tushib qolsa, o'sha yerga qo'yib sekin-sekin to'ldirib ketaverasiz. Mana bu tayyor dumaloq bo'lgani uchun tayyor feruza qo'ydim. O'sha bu 10 son ancha. Shunda bosib chiqiladi. Qo'yayotganingizda ko'p vaqt ketgani uchun ko'zlaringiz tinib ketadi, ko'zingiz charchab ketadi. O'sha payt sal tashqariga chiqib, aylanib, ko'zni dam oltirib ishlamasangiz, ko'zni tez zrenasi tushib ketib qoladi. Hop. Uch burchagini ochamiz. O'zingni qiynab nima qilasan? Ko'zxonalarning hammasini bir xil qilsang bo'lmasmidi deyishingiz mumkin. Har xil qilingani, chunki originalida ham tosh formalari har xil edi. Shuni hisobiga bu yerda ham har xil qilganmiz.
mana feruza neobработанный. Buni suvlab olamiz. Suvlamasa tosh sinib ketish ehtimoli bor. Misol uchun mayda feruzalar bo'lsa, mana bunaqa taxminan bunaqalari taxminan 5000 so'mdan boshlanadi kamida. Buni ham topa olsangiz 5000 so'mdan. Atak bir 10000 so'm bo'lsa kerak hozirgi kunda. Mana ham olganimga ancha bo'ldi buni. Mashq qolgan. Misol uchun 100 ta bo'lsa 500 ming deganida, faqat mana shu feruza uchun 500 ming so'm pul tikishingiz kerak degani 100 ta uchun. Bu yerda 100 tadan ko'p. Mana shunaqa qilib qo'yib chiqilaveradi. E'tibor bersangiz, tosh formasi hali ham katta razmeri. Formasini уже keltirib oldik, uchburchak qilib oldik. Endi mana shu ko'zxonaga moslab kichkinalashtirib boramiz. Tosh changi chiqadi. Shuning uchun ham ko'proq suvlash kerak. Chang chiqish kamayadi. Tosh sinib ketish ehtimoli ham kamayadi. Tosh qizib ketib qolsa, quruqligida sinib ketib qoladi. Keyin shuncha shakl olib kelasizda, shakl qilasiz. Endi toshni qo'yib, endi bosaman desangiz, sinib ketib qoladi. O'sha payt shunaqa alam qiladi. Feruzani fakturalari yoqadi. Misol uchun mana bu yerda qarasangiz, fakturalari bor. O'zi aslida bunaqa feruza emas, ko'proq dalinka bo'ldi. Mana bunaqa feruza ko'proq mana bu rang, ko'proq tsenitsa qiladi mana ustidagi rangi. Mana bunaqa rangi. Lekin menga ko'proq fakturasi bo'lsa, ko'proq yoqadi. Mana buni yana polirovka qilinadi. Polirovka qilsangiz bu yana ham ochiladi. Hozir buni bilish uchun mana qarang. Buncha bilinmayapti. Bitta suvlasangiz, buni rangi chiqib keladi. Ko'rasizmi? Mana shunaqa qilib ranglarni bilib olamiz. Qanaqa rang bo'ladi? Polirovka qilganingizdan keyin bu yana ham ochiladi. Quruqligida boshqa rang bo'ladi. Mana. Qo'llaganingizdan keyin o'sha polirovka holatida qanaqa bo'lishini bilsangiz bo'ladi. Bu yo'qoldi. Ko'rmadinglarmi qo'shgan? Topdim. Umumiy Ramos yo'ldami yoki mana shu ustaxonani o'zida demoqchimisiz? Ramos Collection'da umumiy nechta xodim faoliyat yuritadi? Hammani qo'shganda taxminan 10 ga yaqin. Bir xillari o'zini ustaxonasida, o'zini uyida ishlaydi. Ularga o'sha qulayroq. Chunki orada yosh kattalar bor. Kelib ketish vaqti ancha ekonom bo'ladi. Bir xillarning lokatsiyasi uzoqroq, shahar chetida turishadi. Shuning hisobiga ularga o'zini uyida ishlash qulayroq. Zadaniyalar beriladi. Misol uchun qanaqa taqinchoq kerak bo'lsa, borib, o'zini ko'rsatib, tushuntirib, xabar olib turib, mana shunaqa qilib ishlanadi. Ularni oylik to'lovi qanaqa tartibda to'lab beriladi? Ularda oylik bo'lmaydi. Chunki hamma o'zini qilgan ishiga pul oladi. Misol uchun bir oyda 10 ta qilishingiz mumkin, 10 ta qilishingiz mumkin, 50 ta qilishingiz mumkin. O'sha qilgan ishingizga pul olasiz. Qanaqa sложностиga ish qilganingizga qarab pul belgilanadi. Определённый anaqa yo'q, narx yo'q. Shakllar har xil bo'ladi, balandligi har xil bo'ladi. O'shanda rezinka qilinadi. Birinchi, ya'ni buni rezinka qilib, shlifovka qilib yuboriladi, keyin polirovka qilib yuboriladi. Shunda keyin bu bitgan holatida yaltirab chiqadi feruzalar. Mana hozir 4 ta tosh qo'ygan bo'lsak, mana 2 ta feruza qo'ydik. Bitta dumaloq, bitta uchburchak. Bu yerda 2 ta granat qo'ydik. Avvalni и dumaloq. Oxir bitgandan keyin mana shu holatda bo'ladi. Hamma toshlar qo'yilgan. Bularni hammasini qo'yib chiqishimiz kerak. Ko'rasizlar, hammasini formalari har xil. Avvalni dumaloq, uchburchak, kattaroq dumaloq. Bu ham uchburchak sifat, bu ham mana prямоугольный. To'g'ri burchak. Bu yerda ham xuddi shunaqa har xil formadagi toshlar bor. Mana to'g'ri burchak bor. Avvalni bor, mana uchburchak bor. Mana shu ayniqsa uchburchak bilan
to'g'ri burchi juda ham qiynaydi. Ko'pincha oxirida qo'yiladi mana shular. Shu kattalar, mana shunaqa formalar oxirida qo'yiladi. Birinchi bo'lib mana dumaloqlar osonda qo'yib chiqiladi. To'g'ri mana formalar qo'yib chiqiladi avvalniklar. Qiyinlarni oxiriga olib qo'yamiz. Keyin tayyor toshdan qo'yib bo'lganimizdan keyin shu boya aytganimdek shlifovka qilib yuboriladi toshlar. Undan keyin yuvib, tozalab, keyin pozolochka jarayoni, tilla so'yirg'ish jarayoniga beriladi. Shundan keyin ish tayyor bo'ladi. Milliy taqinchoqlar biznesi bilan shug'ullanishni istayotgan tadbirkorlarga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Nimalarga e'tibor berishligi kerak kirib kelishayotganda? Bozorni o'rganish kerak, talabmi? Misol uchun taqinchoq, milliy taqinchoq qilayotganda ham taqsa bo'ladigani bor, taqsa bo'lmaydigani bor. Ya'ni misol uchun og'irlik jihatidan, hajmi jihatidan shu jihatlariga e'tibor berish kerak. Uni avvalo shu yaqinlariga taqtirib ko'rish kerak, maslahat solish kerak. Ayollarga ko'rsatish kerak bu narsani. Shundan keyin qilinsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir zargarlar asosan qanaqa xatolarga yo'l qo'yishyapti tadbirkorliklarini boshlashayotganda? Misol uchun avvalgi odamlar bizga intervyularida aytganda, deylik, tadbirkorlar birinchi boyib ketish haqida o'ylashyapti-da, tadbirkorlikni boshlashda birdaniga. Lekin bunaqa natijaga erisha olmayotgandan keyin tashlab ketishyapti. Yoki aksincha qanaqadir buyumlari bo'lishi mumkin, o'ziga kerakli ish qurollarini olib kelayotganda xorijnikiga qarab intilamiz deyapti-da, deyishyapti. Lekin O'zbekistonda o'sha buzilib qolgan holatlari bizani klimatimizga to'g'ri kelmasligi mumkin jihozlar deb aytishyapti. Shunga o'xshash. Bizda ham xuddi shunaqa, misol uchun chet eldan juda qimmat instrumentlar kirib kelyapti. Sotib olyapti. Sotib olganingizdan keyin uni ishlatish kerak, ishlatishni bilish kerak. Agar uni ishlatishni bilmasangiz, ishlata olmasangiz, ishlatgan taqdiringizda ham mahsulotingiz ketmasa, u shuncha pulga olgan instrumentingiz uje kuyadi. Prosta shuncha pulingiz o'ta zayin bo'lib turadi. Misol uchun biz ham boshlaganimizda ular katta pul tikib boshlamaganmiz. Juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Misol uchun savdo bo'lmagan. Chunki klientingiz yo'q. Arendadan chiqara olmaganmiz. Arendadan chiqarish qiyin bo'lgan. Ozgina qolganiga qanoat qilib ancha yillar davomida kutilgan bu narsa. Xohish bo'lgan faqat o'zimizning mahsulotlarni sotish. Именно milliy hunarmandchilik o'zimizning Toshkentdagi, O'zbekistondagi zargarlarning mahsulotlarini sotish. Chet ellikini emas. Boshida sotganmiz. Juda ko'p sotilgan, chunki talab shundan kelib bo'lgan, shu xarajatlarimizni qoplash uchun sotilgan. Asosiy qismi chet el mahsulotlari bo'lgan. Misol uchun 10% o'zimizning mahsulotlar bo'lsa, 90% chet el mahsulotlari, qolipda qilingan mahsulotlar bo'lgan. Hozir teskarisi 90%, 95% o'zimizning O'zbekistonda ishlab chiqarilgan zargarlarni, o'zimizning mahsulotlar, ijodli ishlar, tabiiy toshlardan qilingan. Xudoga shukr, shu kunlargacha yetib keldik. Qilgan mahsulotingizni yasagan, misol uchun uzuv bo'ladimi, ziray bo'ladimi, mijozlar sota olmasligiga, bir deganni sota olmasligiga tayyor bo'lish kerak. Tanqidlarga tayyor bo'lish kerak. Kim taqadi buni, kimga kerak bu narsa degan fikrlar ko'p bo'ladi. Agar milliy yo'nalishda, ijodiy yo'nalishda ishlamoqchi bo'lsa. Demak, shu narsalarga tayyor turishlari kerak bo'ladi. Klientura juda ham ustki bo'ladi bu yo'nalishda. Mijozlar nisbatan kamroq bo'ladi. Oddiy ommaviy taqinchoqlarga nisbatan. Hamma ko'pchilik taqadigan taqinchoqlarga nisbatan bizning yo'nalishda, imенно ijodiy yo'nalishda ishlaydiganlarning mijozlari kam bo'ladi. Lekin foydasi? Misol uchun ular ko'p chiqaradiganlar massiv chiqaradi. Ularning ham o'ziga yarasha foydasi yaxshi. Bu ham o'ziga yarasha foydasi yaxshi. Agar sota olsa.
agar mijoz klienti bo'lsa, shunga tayyor bo'lsa, yillar davomida kutishga shuni, shu narsani vaqt o'tgandan keyin sota olishiga ishonsa, vaqt bilan sekin-sekin sotishni boshlaydi. Demak, bizda intervyumiz o'z yakuniga yetib boryapti. Ramz Jewel kelajakdagi rejalari bilan bo'lisha oladimi bizga? Kelajakda nimalarni oldingizga maqsad qilib qo'ygansiz? Kelajakda shu chet eldan o'zimizni brendi tanitish, chet elda ham ko'pchilik tanishi, ko'pchilik bilishi, yillar davomida bizdan keyingi qoladigan avlodda ham shu narsani davom ettirishni xohlagan bo'lardim, niyat qilaman. Rahmat, intervyumizga rozi bo'lganingiz uchun o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz.